Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar, kuzatuvchilar. Kanalimizni doim faol tinglovchilari. O'sha sizlarni, o'sha tinglovchilarning orasidan tushgan savol hisob amallar, ya'ni boyitish jarayonidagi hisob amallari bo'yicha ma'lumot bering degandi. O'sha savollarga asosan bugun hisob amallari bo'yicha ma'lumot berib o'tamiz. Boyitish jarayoni u xoh gravitatsion, xoh magnit, xoh elektrik usul bilan, xoh gidrometallurgik usul bilan, xoh boshqa maxsus kimyoviy usul bilan boyitish bo'ladimi, magnitiy separatsiya bo'ladimi, xohlagan boyitish turidan qat'iy nazar mana shu belgilardan boyitish amallari, ya'ni balans hisoblanadi. Balans bu boyitish jarayoniga kelgan va chiqqan mahsulotlarning hisob-kitoblari balans tuziladi. Bunda Q, S, T, alfa, beta, mana bu belgini teta deb yoki N harfi yoki 0 harfi bilan belgilanadi. Q nima? Q bu boyitish jarayoniga kelgan umumiy rudaning, ya'ni foydali qazilmaning og'irligi. Birligi tonnada, ya'ni necha tonna boyitish jarayoniga qancha ruda olib kelindi? Masalan, 100 tonna. 100 tonna boyitish jarayoniga ruda olib kelindi. O'shanda Q'miz 100 ga teng. S bu boyitish jarayonida olingan boyitmaning og'irligi. Ya'ni boyitish jarayoni tugallandi, boyitma ajratib olindi. O'sha boyitma ajratib olib tortilganda chiqqan birlik, masalan, 15 chiqsin. 15 tonna. Birligi tonnada umumiy boyitmaning, ya'ni konsentratning og'irligini bildiradi. T harfi boyitish jarayonidan so'ng olingan chiqindining og'irligi. Masalan, 100 tonna mahsulot boyitish jarayoniga tashlandi, 15 tonna mahsulot ajratib olindi, konsentrat boyitma, qolgan qoldiq 85 tonna bu chiqindining og'irligi. Alfa nima? Alfa bu mana bu kelgan boyitish jarayoniga kelgan rudaning tarkibidagi foydali komponentning foizi, masalan 0.2 deb oladigan bo'lsak, alfaning birligi foizda hisoblanadi. 0.2% 100 tonna mahsulot ichida foydali komponent bor degani. Beta mana shu boyitish jarayonidan so'ng 15 tonna mahsulot olindi, boyitma olindi. O'shani tarkibida masalan 20% boyitish jarayonida betaning foizi 20 desa, 15 tonna olingan boyitmani tarkibida 20% foydali komponent bor degan ma'noni bildiradi. Buni ham birligi foizda. Mana bu Xo'st belgisi chiqindining tarkibida necha foiz, masalan 0.05 deb oladigan bo'lsak, chiqindining tarkibida necha foiz foydali komponent borligini bildiradigan birlik ko'rsatkich. Bu ham foizda bildiriladi. Endi balans tuzadigan bo'lsak, Q teng S plus T ga. Ya'ni boyitma bilan chiqindini qo'shadigan bo'lsak, umumiy rudaning og'irligi kelib chiqadi. Boyitish jarayonida yana shunday hisob amallari borki, masalan, boyitmaning chiqishi, foydali komponentni ajratib olish miqdori kabi belgilar bu. Masalan, boyitmaning chiqishi, ya'ni boyitmaning chiqishi foydali komponentning rudaning tarkibidagi miqdoridan chiqindini tarkibidagi foydali komponent miqdorini ayirib, boyitma tarkibidagi foydali komponent miqdoridan chiqindini tarkibidagi foydali komponent miqdorini ayirganimizda chiqqan natijani 100 ga ko'paytirsak, markalardan tugab qoldi. 100 ga ko'paytiradigan bo'lsak, bu boyitmaning chiqishi kelib chiqadi. Bunda o'rniga qo'yadigan bo'lsak, mana bu yerga 0.2 qo'yiladi. Mana bu joyga 0.05, mana bu joyga 20, mana bu joyga 0.05 birligi qo'yiladi. Ya'ni 0.2 dan 0.05 ni ayiradigan bo'lsak, 0.15, 20 dan 0.05 ni ayiradigan bo'lsak, 19.95. Chiqqan sonni 100 ga ko'paytiramiz.
boyitmaning chiqishi kelib chiqadi. Masalan, flotatsion yo'l bilan boyitganda 1.7-1.8% boyitmaning chiqishi kelib chiqadi, ya'ni YB 1.7%. Ya'ni boyitmaning chiqishi. Endi chiqindining chiqishi ham bor. Chiqindining chiqishi 100 taqsim YB. Ya'ni chiqindining chiqishi bu boyitmaning chiqishini 100% dan shunday ayiradigan bo'lsak, qolgan barcha protsent chiqindining chiqishi, ya'ni chiqqan chiqindining miqdor foizini bildiradi. Endi foydali komponentni ajratib olish foizi degan belgi ham bor. E harfi bilan belgilanadi. E teng K ko'paytirilgan Y B ga teng. Ya'ni bu yerda K nima? K bu beta taqsim alfa ga teng. K boyitish darajasi, ya'ni foydali komponent boyish jarayoniga keldi. Necha barobar boyitganligini bildiradi. Ya'ni 15-20 ni bo'lamiz 0.2 ga. Ya'ni 20 ni 0.2 ga bo'ladigan bo'lsak, necha barobar boyitganligini bildiradi. Ya'ni uni bo'ldiradi 100. Ya'ni 0.2% rudani biz 100 barobar boyitganligimizni bildiradi. Boyitish darajasi 100. Boyitmaning chiqishi, necha chiqdi boyitmaning chiqishi? Masalan, boyitmaning chiqishi 0.85 bo'ladigan bo'lsa, 100 ni ko'paytiramiz, 0.85 ga chiqadi 85. Ya'ni boyitmaning chiqishi hamda boyitish darajasini ko'paytiradigan bo'lsak, izolyatsiyaga kelib chiqadi. Ya'ni necha foiz mahsulotni ajratib olganligini biladi. Masalan, umumiy 100 tonnani ichida masalan 20 tonna foydali komponent bo'lsa, o'shani necha foizi boyitmaga o'tganligini bildiradi. Yana yo'li bor, boyitmani rudani tarkibidan foydali komponent ajratib olishdi. Alfa minus 0 alfa, ya'ni rudani tarkibidagi foydali komponent miqdoridan chiqindi tarkibidagi foydali komponent miqdorini ayirib, o'sha rudani foiziga bo'lsak, foydali komponent foiziga E chiqadi, izolyatsiya chiqadi. Bu tezkor metod hisoblanadi. O't aniqlik darajasi past, lekin tezkor metod. Ya'ni bugungi video mavzuyimizda boyitmaning chiqishi, boyitmaning tarkibidagi foydali komponentning miqdori, o'sha foydali komponentni ajratib olish foizi kabi ma'lumotlarni ko'rdingiz. Keyingi darsligimizda boyitish jarayoniga oid boshqa hisob-kitob amallari bo'yicha video darslik ma'lumot tayyorlaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat.